Hürmetli amaçlar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz messasam zo'r, etajam zo'r yerda joylashgan. Ya'ni toza dom, 3-etaj, 3 xona. Endi Euro remont deb bo'lmaydi, lekin remontsiz ham deb bo'lmaydi, hurmatli amaçlar. Fondan chiqib turibdi. Tak girib yashasangiz da bo'ladi. Hech qanday neden muammo yo'q. Ne desem sizlarga bir. Yine devorlari fondan çıkan, sami glavniy, xonaları отдельный, vanna tuvalet ham отдельный. Doğruda vannası, yine bunda hacatxonasi. Bir anda взрослый спальный, детский спальный, yine bunda гостиный, yani zali. Ben tarafımızda bizden kuxnyası, prixojiy zonalar ham yurt turslar, prixoshkalari dahshat, keng mob. Endi uyimizda ne desem, Wi-Fi'ye bak, başkası bak. Novla kaladı, novla getedi, gelip uyunu getirden gepleşip kalaverasizlar. Hurmatli amaçlar, girgen yillarimiz yine göt kuranlardan keng molchilik. Ayak tilleri laminat, üstüne Hollanda çok kurttular. Kanı, bismillah, deb 10 taraftan başlasak. Yine bunda bizden yine uyumuzda. Yine joyimizda hojatxonasi, ayak tilleri kafil, devorlari kafil, mana bir qismini üstüne fon. Hurmatli amaçlar, unitazi, rakinasi, bez nasos, tabii ventilatsiya ham bor. Bir anda уже neli tartada oldu, inamında bizden özü asnavanın gitedi o ventilatsiya, vinçakta. Joyimizda, yine bunda bizden boiler koyalım yer, lekin joyimizda hazır. Katyonlu issiq o'ylab qo'yibdilar. Xalasanızlar boiler qo'yib ishlatib beraverasizlar. Unda rozetkasi, bunda issiq sovuq suv narsa turbasi. Keyingi masalada. Hurmatli amaçlar, yine bunda bizning vannamiz. Vannamiz ham ayak tilleri kafil, devorlari kafil. Yine necha Ma'lum bir qismini fon neyse bu registri ne desem vanna bunda rakovina. Bundan sonra fondan çıkıp tuttu. Keyingi meselede yine bunda biz yani уже взрослый спальный. Üçü 36'a 3'ü 45 ofis kvadratura 11'i 61. Fondan çıkan yurt olanlarımızın jalüzileri asılgan. Keyinki meselede yine bunda bizden detskimiz. Birimiz razmeri 3.40'a 2.15 ofis kvadratura 7.33. Atap inesi bu aynen. Bu şep tuttu devorları fon, ayak tilleri laminat. Şimdi nav aboy bassa, bizden hiç basıp vermezler. Hiç muamma yeri yok. Keyinki meselede şimdi bunda bizden zal. Benim üzerine 100% fondan çıkıp tuttu. Ayak teliyle g'alalar döşelgen, konditsionerler koyulgan. Beşi 59'a 3'ü 24. Ofis kvadratura 18'i 15. Dört dolarımızın benim aynaları akfa, neler koyulgan, padakonnikler fondan çıkıp tuttu zay. Böyle ki istikrana tapayana çok kötü tekerler eğer. Maş, yanında biz yani kuxnyamiz, kuxnyamizdan polностью kuxnyöbel ben baştan bambaşaça kılıngan. Bu özüne kuxnyası emas, özünün kuxnyası başqacha bo'ladi. Buni kuxnyani zöttürgenler, hurmatli amaçlar. Buni kuxnyası yani bir sarı sel arzaraki bo'ladi. Gaz plitasi ulusundan qo'yilgan, uголок, aynalar reshotkalar qilingan. Suv inek.
Dolina zor. Bir de aytıp ötkeninin ne desem? Suyu, sveti, gazından mamma yok. Bakça, mektep yanında. Transporttan mamma yok. Nötün dese cayımız görsetip ötkeninin Şolka Matalının doğrusunda 3. etaj 3 xana. Cayımıza gap buluşumuz emez. Cay zor xanatlamasılar. Ne deyimiz şu bilen boyumuza bağışlangan videolarımız özü qasan yetib baradır. Keyingi görüntüde görüşünce dep kalamiz. Sağ olunlar, hamon bulunlar. Kanalımıza podpisa qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqanmasa shu like, kommentlar kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizga boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat aytib o'tishim. Keyingi görüntüde sağlıkta, amonlikda görüşünce dep kalamiz. Endi yaxshi kun to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli masalar, like'larni gumburdatib, film muhokama kommentar yozib qoldiramiz. Ne deymiz? Yaman kommentariylar yiyeceğimiz 3. etaj ku 3 xana. Tak что sağ olun, aman olun. Yaxşı günde, yaxşı joylarda uchrashguncha hurmatli. Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun rolikimizda Urganch shahrining bir zo'r yerlaridan biri bo'lgan Şolka Matalının doğrusu evvelki Fayazov ko'cha, hozir Nurli Hayat mahallasi bo'ldi. Shu yerda joylashgan 5 qavatli yangi qurilgan binanın 3. qavatında joylashgan 3 xonalı kvartira. Bilasizlar, bularning ko'psini перегородкасы gipsakardondan bo'ladi. Iminli hozir chiqaradigan joyimizni перегородкалari чистин pishgan karuch. Ham dokumenti 100% taq. Etaj ham 2 bilan 3 hurmatli onachilar. Hozir hado etaj 2 bilan 3 ku, bu 3. etajda joylashgan 3 xonalı kvartira. 72 kvadrat metr bo'lgan kvartiramiz. Hurmatli onachilar, mestasi Şolka Matal, anavunda urdu. Bilasizlar, undan darital. Onda daritalni yurt tursanang. Ben şundan ona geçseniz urdu. Ben tarafımızdan Rayt Center Bazar. Ne deyimiz? İnşu zor mahallede, yani Nurli Hayat mahallesinde joylashgan 3 xonalı kvartira bilan danışıp chiqamiz. Mestasini aytib o'tdim. Bellada hurmatli onachilar, suvi, sveti, gazidan muammo yo'q. Baqchasi anan 4-mikrorayonda baqcha, maktab g'ijir-mijir. Transportga keladigan bo'lsak, Uydan 13, 28, 19 kim bir Şavat'a gitadigan hamma rayonda avtobuslar o'tadi. Damaslar istemi, avtobuslar istemi polni o'tadi. Mahallasi yana ham katta pluslardan birisi, bu yerda ko'na dom yo'q hurmatli onachilar. Hammasi toza dom. Bir yana 7 etaj, bir yana 5 etaj. Hurmatli onachilar, ko'rib turganlaringizdek, vəc zo'r. Ertaga olib qo'ysanizlar, urduq ham yaqin, ham etaj ham 3. etaj hurmatli onachilar, o'rtaliq. Uglovoy, puglovoy emas. O'rtaliq. Tak что joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. 3. etaj. Eldində desik plashatkalari, boshqalari hamma mavjud. Endi ularni ko'rsatib yurmakka vaqt yetmaydi bizda. Shuning uchun to'g'ri o'yin ichine girib, o'yin ichalari bilan bir tanishib chiqamiz. Hurmatli onachilar, qani yetib kelsa ichalari bilan bir tanishamiz. Undan bir gapni ko'p chekmay, kimda kim ko'chma sulkini sotchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Satishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizni YouTube'dan tashqari Telegram bilan, Instagramdan kuzatishingiz mumkin. Ular silkalarini YouTube ochgandan har bir videoni kommentariyada tarqatib boramiz. Bir podkastga kirib qo'ysangiz, xalosangiz Telegram, xalosangiz Instagram. Hurmatli onachilar, yana ham aytib o'tayotirman. Primo efirlarni boshlaymiz. Shuning uchun noma'lum masalada bo'lishini iloj bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Xudo xolasa orasidan eng ko'p qaysi aytiladigan bo'lsa, shu masalani ko'tarib, anan primo efirlarni boshlaymiz. Ular içinde ne olur mesela, natamli oformlagan vaqti, dokumentda nollarga e'tibor etish kerak. Endi ular hammasini maklerlar aytadi, lekin hamma makler ham normalni, endi maklerlarning ozi yomoni yo'q. Endi orasida makler mandat turib, neto ishlab bilgan bo'lishlari mumkin arada. Yangi degan bir endi hozir aytib ham bo'lmaydi bu narsani, lekin aytib yurganlar bor ekan. Bu narsa уже uchradi bizlar. Ne deymiz? Aşını vereceğini komentar yazıp kaldırınlar dese, joyni makler bilan satgan yaxshimi, makleri satgan yaxshimi, ya satib olganda makler bilan olgan yaxshimi, makleri satgan yaxshimi, shulardan yozib o'tishlaringizni iltimos etib qolgan bo'lar edim. Nechun desa, hozir ne bo'lib turibdi-da? Men masalan necha bir odamga satishga yordam etganmiz, olishga yordam etganmiz. To'g'ri, endi uni ustida o'zlarimiz haqqimizni olamiz. Shundan
ko'psi norozi, ya'ni kommentariy yozadilar-ku. Ana shu kommentariyada masalan yani negativlarni ozgina bir o'zini akkar qo'yish uchun prosta kommentariy yozib qoldiringlar deb turibman. Tak mecburi emas yozmasalar ham bo'laveradi. Hech muammo yo'q. Fikrlaringizni so'rab turibman. Hurmatli mushtarlar, qani yetdi kelsa, ichalar bilan muddasi chiqamiz.